Salom Salim, do'stim, yaxshimisan? Ha Muhammadjon, yaxshimisan do'stim? Bilasanmi, bir gap bor, shuni senga aytmasam bo'lmaydi. Hech kimga ayta olmayapman. Nima gap ekan, tinchlikmi? Xullas bilasan, qishloq go'rkoviman. To'rt kun avval qishlog'imizda Sohib akaning qizi 25 yoshli Ruxsora dunyodan o'tib qolgan edi. Bugun bomdodda qabristonga borsam, Ruxsora qo'yilgan qabr tuprog'i sal namiqibroq turgan ekan. Xuddi bugun ko'milgandek. Xo'p, keyinchi. Shunga shuncha vahimami? Qo'yaver, balki tuproq qurmagandir hali. Gaplarimni oxirigacha eshitsangchi. Xo'p, keyinchi. Qabrga yaxshilab qarasam, oyoq izlari bor ekan. Qabrning ustiga chiqib kimdir tepkilagan. Keyin men shoshilib qabrni kavlay ketdim. Ne ko'z bilan ko'rayki, murda o'z o'rnida yo'q. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Keyin nima qilding? Shuni sendan so'rayapman. Nima qilishga ham hayronman. Seni bilmadim, lekin men bo'lsam hech kimga bildirmasdan qabrni qaytadan ko'mib qo'yardim. Har holda kallam tinch bo'ladi. Qanaqasiga, axir murda yo'qolgan. Uni esa kimdir o'g'irlagan. Murdani ham o'g'irlaydilarmi? Aqling joyidami? Aytyapman-ku, oyoq izlari bor deb. Endi nima qilmoqchisan? Uchastkavoyga xabar qilaman. Nimadir qilishimiz kerak. Nima, axir jinnimisan? Ichki ishlar xodimining bundan boshqa muammosi yo'qmi? Indamasdan tek qo'y. Nega o'zingni g'alati tutyapsan? Senga biror bir maslahat berar deb dardimni aytsam, aytib o'tirgan gapingni qara. Shunchaki seni o'ylayapman. Hozir politsiyani aralashtirsang, ish ko'payib ketadi. Maslahating uchun rahmat. Assalomu alaykum Mamarayim aka. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshi, rahmat. Meni tanimadingiz chog'. Men qishlog'imiz Go'rkoviman. Ha Muhammadjon aka sizmisiz? Endi tanidim Muhammadjon aka. Bizdan sizga nima xizmat?
Aka bugun bir mudhish voqeaning guvohi bo'ldim. Xo'p, nima bo'ldi? Iltimos zudlik bilan qabristonga keling. Isbot dalillar o'sha yerda. Barchasi o'sha yerda sodir bo'lgan bo'lsa. Xo'p, hozir yetib boraman. Mamarayim aka, menimcha murda o'g'irlangan. Xavotirlanmang, jinoyat jazosiz qolmaydi. Biz u razil insonlarni topamiz. Albatta topib jazolash Sizga kerak. o'zim xabar beraman. Ha, nima bo'ldi? Mahalla noziriga aytdingmi? Ha, yaqinda u nokaz kimligini bilamiz. Murdani u nima qilar ekan? Unisini bilmadim-u, lekin politsiyani aralashtirib bekor qildingmi deyman-da. Nega buncha xavotirlanasan? Yoki bu ishda sening qo'ling bormi? Nimalar deyapsan, aqli past? Men murdani nima qilaman? Hazillashdim jinni. Nima endi o'rtog'imga ham hazillasha olmaymanmi? Ha. Unday qattiq hazillashmadi. Assalomu alaykum Muhammadjon aka, sizga muhim gapim bor. Va alaykum assalom. Uzr, eshitmay qolibman. Qo'ng'iroq qilgan ekansiz. Jinoyatchi topildi. Umringizdan baraka toping. Shunchalik tez topishlaringiz xayolimga ham kelmagan ekan. Ha, aytgancha kim ekan u, Xudo la'natlagan. Shuni aytish menga ancha og'riqli. Lekin aytmasam bo'lmaydi. Aytavering-da, bu shaxs kim ekanligini hamma bilish kerak. U sizning yaqin do'stingiz Salim bo'lib chiqdi. Nima? Salim. Axir u bo'lishi mumkin emas. Ha, bilaman, sizga buni eshitish og'ir. Lekin shubhasiz Salim aka bo'lib chiqdi. Qanday qilib undan gumonlanyapsiz? Men uchastka noziri o'laroq u kishidan bilganlarni so'rash maqsadida ularning uyiga bordim. Sabab, Salim akaning uylari qabristonga eng yaqin joylashgan. Keyinchi Keyin Salim akaning uyi ichidan noxush hid kelayotganini sezdim. Uy ichini aylanib ko'rishga qaror qildim. Keyin Salim aka choy qilish uchun uydan chiqqanida, uyni sinchiklab hamma yog'ini ko'rib chiqdim. Keyin yashirin eshikka ko'zim tushdi. Hid ham o'sha yerdan kelayotgan ekan.
Eshikni ochib qarasam ne ko'z bilan ko'rayki, Ruxsoraning yalang'och jasadi suv to'ldirilgan vannada yotar edi. Nima bo'lishi mumkin emas. Salim shu ishni qilishiga hech ko'zim yetmaydi. Ishongim kelmayapti. Nahotki. Xo'p. Keyin nima bo'ldi? Keyin u yerdan bildirmasdan chiqib ketdim. Keyinroq otryad bilan keldim. Xullas do'stingiz qilgan barcha ishlarni tan oldi. Biz uni aytgan so'zlarni audio ko'rinishida saqlab oldik. Hozir sizga uni yuboraman. Men turmush o'rtog'imdan ayrilganimdan so'ng yolg'iz qolib ketdim. Hech kim menga yoqmay qoldi. Hammadan nafratlanadigan bo'lib qoldim. Shuning uchun ham qabriston atrofi tinch bo'lganligi uchun shu atrofdan uy qurib ko'chib keldim. Yolg'iz insonni shayton tez o'z domiga tortar ekan. Kunlardan bir kuni menga bir fikr tug'ildi. Qabristonga yangi ko'milgan ayol murdalarini qazib olib, ular bilan jinsiy aloqa qilgim keldi. Shu xayollar qurshovida turar ekanman, aynan shu kuni qabristonga yangi jasad olib kelinishidan xabar topdim. U kim ekanligini bilmasdim, keyin surishtirib bilsam, u qishlog'imizdagi Sohib akaning qizi Ruxsora ekan. Qiz qabrga qo'yilgan kuni kechasi mening nafsim kuchliroq keldi va qabristonga to'g'ri Ruxsora ko'milgan qabr tomonga borib, uni kavlay ketdim. Murdani qabrdan chiqarib oldim va qabrni avvalgiday qilib ko'mib qo'ydim. Murdani yelkamga orqalagancha uyimga qarab yo'l oldim. Uni tuproqdan tozalab yuvintirdim va o'sha kechani u bilan o'tkazdim. Murdani ochiq havoda saqlab bo'lmasligini, u chirib hidlanishini bilganligim sababli uyimdagi vannani suvga to'ldirdim. Ruxsoraning jasadini uning ichiga solib qo'ydim. Men u bilan har kuni o'z ehtiyojimni, nafsimni qondirar edim. Toki o'rtog'im Muhammadjon murda o'g'irlanganligini bilib qolguniga qadar. To'g'risi, men bu ishlarni qilishimga shayton aralashdi. Yo'qsa, men bu ishlarni aslo qilmas edim. Axir bu insoniylikka ham to'g'ri kelmaydi-ku. Men esa barcha qilgan ishlarimga javob berishga tayyorman. Endi nima qilmoqchisizlar uni? Qonun unga jazo tayinlaydi. Buni sud hal qiladi. Muhammadjon aka, bugun do'stingiz, o'rtog'ingiz Salim o'z joniga qasd qilibdi. Nima? Demak, u qilgan ishlariga balki afsusdadir. Balki shundaydir. Biz bu bo'lgan voqeani barchaga bildirishimiz kerak. Shoyatki shu ishni qilib yurganlar bu yo'llardan qaytsalar. Ha, albatta men roziman. Buni barcha bilish kerak.